Men Xitoy xalqining hammasi anaqangi demayman. Xitoy kompartiyasi, ayniqsa terrorist Xi Jinpingdan talab qilyapman. Unga qo'l berib do'st bo'lgan sizlardan talab qilyapman. Men so'katganim yo'q. Siz sharafsiz prezidentsiz. Siz sharafsiz. Endi yolg'onchilikka kelsak, men O'zbekiston xalqini bizni sayladi, xalqim sayladi. Xalqim bilan maslahat qilaman dedingiz. Kimdan so'rab borib turib maslahat qilmay qo'shib keldingiz, sotib keldingiz. Uyg'ur O'zbekning egizagi bo'lgan Uyg'ur jigarlarimizni nega mening nomimni sotib keldingiz? Kim sizga huquq berdi? Prezident bo'ldim, avliyo bo'ldim, bo'ldi demoqchimisiz? Bekorlarni aytibsiz. Men boykot beraman men sizga. Men talab qilaman. So'z bergansiz, qasam ichgansiz. Erkak bo'lsangiz ketasiz. Nomingizni qo'ymaysiz prezidentlikka. Keyin ana setmanib, haligi qarsaqchi 5 ta partiyangizni ham uyi kuysin bularning. Hammasini olib keting. Men Xitoyni olib chiqib ketishingizni talab qilaman. Xitoy yo'qolsin, Xitoy fashizmi, yo'qolsin Xitoy genotsisti. Men sizdan yana aytarim, nima mana shu xalqimdan maslahat qilaman deb turib, yolg'on gapirib sotib keldingiz O'zbekiston xalqini. Xitoyga bordingizda sotib keldingiz. Xi Jinpingga mana bu bilan endi yolg'onchi prezidentsiz. Ham sharafsiz, ham yolg'onchi. Endi o'g'irlikka kelsak, o'g'irlik 8 milliard pul qana? Men siyosatga aralashgan yo'q edim. Mening dardim bitta Xitoy edi. 8 milliard kecha koronavirusga atalgan 8 milliard pul qana? 8 milliard dollar. Oltin qana? O'zbekning oltini qana? O'zbekning gazi qana? 60 milliard kubometr chiqar ekan. O'shandan 50 milliard sotilyapti. 10 milliard kubometr O'zbekiston xalqiga berilyapti. Qana? Puli qana? Qayoqqa ketdi? Avvallari hamma joyda yoshlar saroyi, pionerlar saroyi bo'lardi. Hozir haramxo'rlar saroyi ko'payib ketdi. Sabab nima? U korrupsiyani boshida siz turibsiz. Bu to'qmat emas. Men siz bilan haligi domilla